Assalomu alaykum tadbirkorlar. Biz Agrobank har oyda 3 marta mijozlar bilan uchrashib, ularni qiynayotgan masalalar bo'yicha yig'ilish o'tkazib, ularga mana shu qanaqa kredit kerak, holatlarga yordam kerak. Ko'p uchrashuvlar xuddi shuni davom ettiryapmiz. Hozir kimda nima masala qiynayotgan bo'lsa savollar bersalar, shunga qarab turib ko'p masalalarga yechib beramiz. Marhamat, kimda savol bor? Men Xo'jayev mahallasidan tadbirkor bo'laman. Non-donor mahsulotlar ishlab chiqarish korxonamiz bor. Hozirgi kunda ozroq kreditga ehtiyojimiz bor edi. Tadbirkorlikni kengaytirish maqsadida Xitoydan uskunalar ham shu yana qo'shimcha kuchlar ish o'rinlari yaratish uchun kreditga imtiyozli nimalarni tushuncha bersangiz deb kelgan. Hurmatli tadbirkor, mana shu sizni beruvchi masalangizni bildim. Korxonangizni kengaytirmoqchisiz. O'sha non mahsulotlarini yana ish o'rinini kengaytirasiz. Bu bo'yicha bizlarga 312 qaror bo'yicha 100 milliongacha garaj beramiz. O'sha kreditimizdan bor. Siz hujjatlar taqdim qilsangiz tez kunlarda mana shu 312 qaror bo'yicha sizga kredit ajratishimizni ma'lum qilamiz. Tez kunda taqdim hujjatlarni biz bu kreditlarni beramiz. Marhamat.